Eron texnologiyasiga o'zimizga Samarqandda ishlab chiqarayotgan g'ishtlarimizdan fasad qismi terilgan yana bir navbatdagi obyektimizni obzorni qilamiz. Bu g'ishimizning razmeri balandligi 5 cm, uzunligi 22, qalinligi esa 3 cm. 1 kvadratga bu g'ishimizdan 85 dona ketadi. Bu g'ishlarimizning uglovoy elementi ham bor, lekin bu obyektda ustalarimiz tomonidan uglovoy elementning o'rniga mana shunaqa primoy g'ishtlarni o'zi bilan juda ham chiroyli shaklda fason berib, tereza atkoslarini oldini chiroyli qilib terib berishgan. Boshqa g'ishtlarga qaraganda bizning g'ishtlarimizdan tergandan keyin devor qismingiz umuman sho'rlamaydi, rangi o'zgarmaydi va sifati buzilmaydi. Sizning fasad qismingizga ham Eron texnologiyasi bilan o'zimizga ishlab chiqarayotgan g'ishtlarimizdan kerak bo'lsa, albatta Brick House'ga murojaat qilasizlar.